Bu oyun özünüz rastlı yalğız göremsiz. Mesele yana bir biletni satamağanlığımda. Bunu obdan bilisiz-go deyman. Saat neçe dağıl kilime? Meningcha siz Hoşing şirketi bilen yo'ngli şirketi tuzishgan to'xtam ishlarini ko'rib keling. O'yinni ko'rib bo'p, o'zim qaytib ketaman. Bo'ladi, direktor. Sizni tabriklayman. Rahmat. Tabriklayman. Rahmat sizga. Rahmat. Sizni tabriklayman. Rahmat. 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 Kimni izlaysiz? Direktor Sabirni izlayman. Obama. O mening o'qituvchim. O zalda. Naqshiga meptin bo'p yuryotamsiz? Siz? Sabir efendi. Konsert kechaligidagi ifodam sizningcha chekdan eshib ketmagandi? Ha, yo'q, zodli undaq bo'lmadi. Sizning menga ko'rsatgan ehtiromingizga men rahmat etishim kerak dedi. Bakmi yaxshi chaladi ekansiz. Shinjongdagi xalq naqshlarini yuqori ovozli saks bilan o'rinlashning o'zi zo'r bir yangilik. Qanday his qildingiz? Ahlim lol.
tillarim gal, vücudum dal bo'ldi. Süpətlashga bək mahir ekansiz. Siz Şanganlıq bir qız turib, bizning Şinjanning xalq naqshlarini qandaq bilasiz? Bu bir sir. Sizga nisbatan maxfiy. Agar ikkimizning tanishib qilishi taqdir iroda deyilsa, kelajakda buning sababini bilib qolasiz. Shuni anglab qoling. Men texi Davanchin qizi degan naqshini ayta olmayman. Davanchinning yo'li qattiq, Tavuzi bək tatliq. Davanchinda bir yarim baha Qambarxon atliq. Bu naqshini qandaq o'rganib oldingiz? Ota-onam o'rgatib qo'ygan. Ota-onangiz? Shundaqmi? Sabir apandi. Mening ismimni zodil so'rabmi qo'ymaysiz-ku? Kechiring, to'g'ri. Muborak ism sharifiniz nima ekan? Deb berishimga bo'ladi. Ammo sizga bir usul in'om qilaman. Usul? Mushayadimi? Bu usul zalig'i. Bir necha yilning oldida ota-onam meni Misrga sharq usul o'rganishga avatgan edi. Men tasqagan usulchi bo'lib qolg'ili. Shundaqmi? Qaraganda intayin mo'l kechirmishlaringiz bor qiladi. Bo'pti. Siz in'om qilgan usulni ko'rishga taqazzami? Rahmat sizga. Marhamat. Qiyofetingiz bir oz boshqacharoq tuyulyotdi, shundaqmi? Shundaq deydiganligingizni bilatdim. Bahalashni sizga keldi. Qandaqroq o'ynaydiganman? Aqlim lol, tillarim gal qalsa o'ynaydigansiz. Endi ismingizni olsam bo'lar? Esingizda bo'lsin. Familiyam Bey. Beymi desangiz bo'ladi. Nayt chiroyli qismkan. Beymi xina. Ustingizdagi ko'ylakni nereden aldınız? Markası nima? Mona Lisa markali tashqi savdo sarayidan oldim. Qiz do'stingizga birini og'ingiz kelyotadi-ku deyman. Biroq bu eng oxirgisi ekan. Men sitib oldim. Bek chiroyli ekan. Buning raqti bizning yurtimizda to'qiladigan atlas degan raqqa o'xshaydi ekan. Shundaqmi? Nima degan yaxshi? Kuchimizdagi bu kiyimlaringiz bilan siz xuddi xonishlarga o'xshab qoldingiz. Qandaqsizchi? Sabir direktor, kiyim almashtirib kel. Soat qancha bo'ldi? Tezroq bo'ling, bo'lmasa ulguramaymiz. Xanim, ig'ramaydigansiz. Yo'q, azroq ig'ramayman. Belki bilmesangiz gerek, men Şinjan Mestanisi. Şinjan'a berishni bekma arzu qilatdim. Naqshingizni tasvirlagan aşı tağlarni, aşı sularni, qaqas dalalarni, cho'ng qumliq ham aşı qarko'z qizlarni, sumbatliq kelishgan aşı yigitlarni ko'rgim ba. Siz mening qiyofatimga diqqat qilmaganmidingiz? Amaliyotda talay odamlar menga bir qarabla Uyg'ur qizlarga o'xshatdi. Shu nuqtadan ilib aytgandimi, men Şinjan'a cho'qim berishim kerak. Haqiqatan mo sizning qiyofatingiz Şinjanliklar bir az o'xshaydi. Shundaqmi? Ammo mijozingiz o'xshamaydi. Amaliyot Şinjan'a bormoq bakmi oddiy ish. Urumchiga boradigan aeroplan beltidan birini olsangizlar 4 soat yetib borsiz. Ya'ni poyez yoki aeroplan o'ltirsangiz Janubiy va Shimoliy Şinjandagi Turpanga, Qashqarga, Xotanga yetib borsiz. Bekli oson tushuntirib aytdingiz-ku.
Rastdan desem Janubiy Şinjan'a bek bağım var. Janubiy Şinjan mening yurtim. Ma to'g'ri gap qilishni qarang. Naqshingizda tasvirlagan Hilqi Gulnar degan qiz rasba odammi? O rastdan shuncha go'zalmi? Sabr muallim. Sabr muallim. Ziyofatliklar sizni saqlab qoldi. Sizga o'g'illik uchadigan aeroplan beltidan birini olib qo'ydik. Bahalla shaytning raisi Mariana xonim siz uchun alayda ziyofat o'rlashtirgan. Siz cho'qim berishingiz kerak. Ma'qul, tanishtirib qo'yay. Bu bizning san'at o'migidagi Xiaomilar. Bu yoq Baymi xinim bo'ladi. Şinjan'a qaytay demsiz? Yurtimni bakmi seg'indim. Qaytib ketmasam bo'lmaydi. Kechiring Bay xinim. Men xo'shlashay. Siz va ota-onangizning bizning naqshimizni yoqtirganiga rahmat. Kunlarning birida sizni yurtim Janubiy Şinjanda kutaman. Xayr xo'sh. Oy. O'ylamabdiman. Bay xinim. Bu biz yo'q. Siz nega borsiz? O'tiravering. O'ylamagan bo'lgaydingiz, Janubiy Şinjan'a boraman. Mo tasadduqlikni. Rahmat. Biroq nima qilib borsiz? Nima qilg'ili? Sayohat kuchi. Ekskursiya qilg'ili, do'st topqili, hozirlanqili. Yana sizning uyingizga mehmon bo'lg'ili boraman. Qarshi olamsiz? Albatta. Yayrab ketyapman. Haras, xinim. Ilk kunki savolimga tex javob bermadingiz. Gulnar ismli ilk qiz rasbami? Ha. Uni yaxshi ko'rsiz, shundaqmi? Onu naqshingizga qatqanda ko'zlaringizdan yosh agib qoldi. Shundaqmi? Shuncha yiroqda o'ltiribmi, ko'zimdagi yoshni ko'rdingizmi? Ko'maychi, chiroqning nuri ostida yaltirab ketgan tursa. Gulnar haqiqatan yaxshi qiz. Kichigimizdan birga o'sgan. Inoq do'stlardan edik. Gulnarning rastilla omiti bor ekan. Sizdek naqshchining do'sti ekan emasmi? Men faqatla bir havaskor naqshchi. Amaliyotda bo'lsa, men degan yezida ish kutib turgan yosh. Yurt qaytib berib, biror ish topaymikin deyman. Siz o'yin qo'yish shirkatining chong xo'jayini turib, Shinjinga qaytganmansiz. Andaqda shirkatni qanday qilasiz? Do'stlarimga havola qilib tijorat qilaman. Mening ko'ngil bo'ladiganim yana yurtim. Shinjinning turmushi yaxshilangan seri meni o'stirgan ashu tog'liq yezamni shuncha seg'inyapman. Egizligi qanchalik? Chiqqili bo'lamdi. Albatta chiqqili bo'ladi. Nima degan yaxshi? Musha agimidan o'tsaklar bizning kentga boramiz. Shundaqmi? Hey, aroni to'xtatib tursangiz bo'pti ekan. Qaltisga. Ayani suratga taslim bo'lamda. Ha, bo'ladi. Sabir, u bek chiroyli ekan. Nima ish qilsam bilan birga keldi. Boshqa maqsad yo'q. Gullarni unutib qolmagansan, u ota-onasidan kichik qolgan. Uning ustiga hammasi durust ayol emas. Hey, Sabir, Gullarni hargiz boyqavaraq so'zla. O degan Shangangdan kelgan xinim. Bizning bu yerga sayohatga keldi. Shangangdan kelgan. Sizlarning tilinglar bak yiqimliq anglanadi ekan. Biroq men bir ig'izmi tushunmaydi ekanman. Keyin cho'qib o'rganaman. Bo'lmasa sizlar mening yomon gapimni qilsanglar tushunmay go'mishdek taqirab qarab turib qoladi ekanman. Men do'st tutishga bak amroq. Siz mening Shinjongga kelib topgan tunji do'stim. Siz menga ko'proq iltifot qilib, Uyg'ur tilini o'rgatib qo'ying. Bo'lamdi, Nejat apandi? Ha? Chataq yo'q. İmkon qadar shunday qilaman. Shug'ulisi meni apandim demang. Men bir qerib qolmadim. Bu atalığını keskenmez işletmem. Biz yanı tanıştık. Hecil bop kaldık yanına. Ben o taraf
atını tatip keley. Öye, bek çıraylıkken. Hey, yigitlar klub saqlab qolgan. Men ata-onang xabar qilib etdim. Hozircha uyga bormasang bo'ladi. Biroq bu xonimni qanday qilamiz? Avval bizning uyga aprayli. 2 kundan keyin shaharga akirib qo'yamiz. Bang'alan dadangga nima deysa? Men do'stim demaymanmi? Apam dadamlar uning turqi qarabla cho'qim uzun chash qo'yib olgan o'g'il bola ekan deb qoladi. Ay, tez kelinglar, bu yana tog'lar ajoyib chiraylikken. Chaqqa bo'linglar, tez. Tez bo'linglar deyman. Qaraganda uni yana bir oz kutsak bo'g'dik. Bu qiz haqiqatan sho'x ekan. Xotirjam bo'l. Uni cho'qim opirib qo'yman. Oy. Qaltis chiraylikken. Hey? U uxlab qoldi-ku. Gulnar hozir nada? O mening bugun keladiganligimni bilamdi, bilmamdi. Atlas kiyim-kechak korxonasida. O sening qaytib keladiganligingni biladi. Qarshi ish qo'shonimi? Aydin kenet yigitlar qiz ko'chirib etibdi. Bugun? Men berib baqay. Qaltsa shabat qo'y. Kimning qiz ekan? Boshlang'uchda bizning sinfda o'qigan Malika. Aydin kentiga atliq bo'pti-da. Ay, qaranglar, kelinki segenlarken. Bu pason bo'lamdikan. Yubka qisqa bo'lsin bo'laverdi. Televizorda ko'rsatgan chet el modellarining yubkalari qisqa qandaq dedim Gulnar? Qarab boqamiz. Bu modani bizning kentda balkim setib oladigan odam chiqmas. Hey, Aydin kentdagi Mehmet bizning kiyimlarimizning hammasini o'ddiga oladi-ku. Taxminan har bir kiyimni 20 so'mdan satsaq pulimi chiqishmagadek. Yo'q, ularga satsak bo'lmaydi. O'zimiz bir amal qilib, kiyimlarimizni shaharga olib o'zimiz sotaylik. Bo'ladi, shunda qilaylik. Qaranglar. Menga chiroyli, chiroyli qiyadi, nazar. Ya'ni kiyimimiz chiroyli, bizni bir top elib birdan kiyaylik, ha? Shunda qilaylik. Chiroyli. Men baqa. Qaranglar. Men kiyim modeliga o'xshadimmi? Men kiysammi o'xshash? Qara. Yo'qsini qisqaroq kiyish texnik chiroyli bo'g'dak, ha? Balam, bu yoqqa chiqib, otni ig'iliga akirib etgin, chapsam bo'l. Uyda necha motosiklet tursa shuni minmay, kun bo'yi talab pishmush otni minib oladi ekanlar. Bir chikastiri odam ansirab, xotirjam bo'lolmaydi. Momayla, bu oyladimi bekrak ansiz keladi ekanda. Sabir keldimi? Biroq kelishmaslik bo'lmaganda. Oy, doim og'zini ushtibli yuradi ekanlar. Kelib qo'llarini yuvaslar. Sabir kelib oldi bilan klubga ketdi. Yana bir yosh bolani boshlab kelibdi. Og'aynam deydi. Qandoq og'aynis ekan? Hali qaday qo'shindikilar emas-ku. Oy, to'la gap qilibsizlar. Tog'a. Hada. Ha. Sabirning do'sti. Biz bir obdan chiqishib qoldik. Shunga men Aslida qiz bola ekansizda. Men aslida qiz bola. Qiz bolani o'g'ilga o'xshatganing qaraganda ko'zingning obdali dadi bo'lganda, uningga bu ham muvofiq emas bilib otamsan. Sabir qaytib kelsa, uni boshqa bir yerga o'rlashtirib qo'ysin. Ammo hozircha uningga so'g'aq mobil qilib qo'yma. Qandoqli bo'lmasin, mehmon emasmi? Ma'qul. Choydimlar.
Keling, o'tiring. Tatinmang. Müzik anlab o'tirib turing, ha? Mama, kimlar adamimizni o'ytirib kelyotidi? Shundaqmi? Hada, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Hey, maqarsa, sizlarcha taloq chiqib oyilib kirsa, bo'lmasa, aqlsiz bola tortinib qolmasin. Ma'qul. Qo'y kuz. Yaxshiroq ishlanglar. Naqsh etmanglar. Maqarsa, bunlar kelib o'tibdi. Men berib tayyorlik qilib. Ma'qul. Gulnar kekcha ov qiz o'zini daldiga olsin. Uqdingmi? Chaqsam. Buni men beraman. Sizlar taloq chiqib qolmisiz? Mana. Qizim, rostilla bak chiroyli ekansiz. Uy kirib o'tiraylar. Ma'qul. Rahmat sizga. Mayaqda mening hujram kirib o'tirayli. Har qanday ish bo'lsa taloq chiqman qizim. Bo'lmasa bizning oilamizning cho'ng ishiga ta'sir etib qoladi. Meni afv qiling. Hada, men hojarda aram olaymikin, ya'ni ko'rdigan bir muncha materiallarim bor. Azroq ko'z yumvamsam bo'lmaydi. Ummo bo'ladi qizim. Oilada har qanday ish bo'lsa-mu chiqmayman deb men va'da beramsiz. Xotirjam bo'ling, Hada. Adam keldi. Voy bu. Teshqimi cho'ngana. Teşlek kızım, Xudoga shukr. Hammamiz teshtirdik. Hanim bo'z vaqt chiqirib, men yo'qlab kepsiz. Qani, uy kirayli. Sabirmi Shinjingdan qaytib kelib, pelaraqda sirtqa chiqib ketgan qizim. Sizlar uzun bo'ldi ko'rishmagili. Uy kirib saqlab o'ltiring. Hozirlik kep qoling. Qani, uy kirayli. Qani. Qizim Gulnar, mehmonxonaga kirayli. Avar bo'lmaslar, cho'ngana. Sabr qaytib kelguncha hovlida o'ltirib tursam bo'ladi. Ya bo'lmasa sizlarga yordamlashing. Rahmat qizim. Uyda mehmon bormi? Yo'q, mehmon yo'q. Boya tog'ingiz ikkimiz choy ichgach paranglashgandik. Qani. Cho'ngana, Sabrning uyiga buyurtgan pardani tikib keldim. Ko'rib boqaylimikin? Men ko'rib boqay. Bek chiroyli ekan. Chiroyli ekan qizim. Sabr kelganda billa taqab ko'rib boqasizlar. Uning ustiga ochqushni tog'ingiz akitib qopti ekan qizim. Qani, dasxon keling, keling. Çatak oldu. Xo'jayinning sudi sulib ketdi. Xo'jayinning puli sulib ketdi. Ovaylanglar. Gülnar. Yaxshimisiz? Bek chiroyli ekansiz.
Sabirning naqshisidan anglagan. Siz onun bilan birga keldingizmi? Ha, biz bir aeroplanda, bir avtobusda, bir atarosida birga keldik. Meni bu yerga u boshlab keldi. Gulnar, chapsan ishkini aytchang, biz berib Sabirni tepib kelaylik. Sabirni asli siz yoshirib qo'yibdikansizda. Kechiring. So'rab olay. O'zingiz kim bo'lasiz? Men uning do'sti. Shundaqla sizning do'stingiz. Bilib turib so'rdi deb o'ylab qolmang. Siz ermi yoki ayolmi? Buni so'rash ketmaydi. Qarang, menmi sizga o'xshash ayol puxra. Emisa, chechingiz qini. Managa Meniki qarang. Qiz bolaning chechi mana shunday bo'ladi. Ko'rdingizmi? Ha, nima degan chiroyli o'rimchashlar bu. Apu qiling. Siz mening do'stim emas. Sabr sizni hujrasiga solib qo'ygan bo'lsa, siz u qaytib kelib kutib turing. Xayr, xo'sh. Uy, Gulnar, gapimni anglang. Hey! Gulnar! Nurtag'amning oilasini aytayli. Cho'ng qizi O'rimchiga yatliq bo'ldi. Ikkinchi, uchinchi qizi neftlikka yatliq bo'ldi. To'rtinchi qizi Eliq Anarguldek chiroyli Malikaning kenidan men to'p-to'g'ri 2 yil 4 oy 6 kun qo'g'lashdim. Ammo to'lgan Aydin kentga Eliq yakka tijoratchi mashina bilan kelib olib ketdi. Albatta, pul yo'q-da. Boy emasman-da. Hozir kimning yaxshi kun ko'rgisi yo'q deysizlar? Agar men bir qiz bola bo'lib qolgan bo'lsam, sizlardek alantoshlarga hargiz tegmaydim. Umr bo'yi boytoqqa tislashim. Ey, Qurbon, araqdan bir ishki bo'ldi. Mana. Bo'ldi. Yo'q. Ag'illa. Aydin kent asli bizning maliga yetmaydi. Bugun ana shundaq bo'la olishi ularning jafoliq emgak qilganligining natijasi. Ammo biz bir qo'limiz bilan jafoliq emgak qilgan bo'lsaqmi, yana bir qo'limizni bekachilik sarf qilyapmiz. Agar har ikki qo'lni emgak sarf qilgan bo'lsak, cho'qim beyib ketadiq. O chaqda bizning qo'yashlik kanetmi bosh ko'taralaydi. Hozir bizda ot harbi bor. Ularda bo'lsa mashina bor. Bizning hozir yeb ichadiganimiz bor. Xalqlar ilm-fanga yurish qilyapti. Yezi korxonalarini quryapti. Xalq hozir cho'ng ishlarni tavirtib pul tepyapti. Do'stlar, 10 ming yuanlik, 100 ming yuanlik, million yuanlik oila deb nom olgan oilalarmi chiqyapti. Shinjini tilga olmayli. Jon o'zidimi chiqyapti. Şuna perişan bo'lib ortiqcha og'rinmayli, ha? Hargiz ishonchimizni yo'qotmayli. Biz texi yoshlik bahorimiz jo'sh urib turyapti. Bizmi qo'sh qo'llab jangga atlansak, qo'yashlik kentimizda qo'yash nur chaqin talaymiz. Cho'ng ishlarni tavirtalaymiz. Qoldaq dedim. Tabii. Qani amsa Gulnar yoqtiradigan bahor degan usiz uni o'ynab etmamsa? O'yna. Gulnar. Sizni shahardagi rangdar modi kiyimlar ko'rgazmasiga taklif qilaman. Boramsiz? Kechiring, bugun kechdi boshqa ishim bor. Gulnar. Rayhon kichik opamdan avatgan narsalarimni ko'mdingizmi? Siz madaniyatli kishi, shunga o'zimning tanlashiga hurmat qilishingiz kerak. Mening ma'qulligimni olmay turib, menga sovg'at avatganligingizning o'zi men qilingan behurmatlik. Buni darhol tuzdi biling. Xayr, xo'sh.
To'xtab turinglar, men beribli kelay, ha? Hozirlik kelaman. Hozirlik kelaman. Sabir, chapsan berib uningga tushuntirib qo'ygan. Bu yerda men bor, ha? Sabir, chapsan bor. Kelinglar, o'ynaylik. Gulnar. 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 Sizni bek sig'indim. Bo'ldi, yig'lim so'zlaringizni demayli qo'ying. Heli qusulnimi o'ynag'ichi bo'lma. Nemishqa? Hey, Layli, Sabir taqingiz bilan Gulnar hadingiz-ku. Shukr. Layligul, oldimizdagi 2 qavat bino bo'g'ingiz davolanayotgan shifoxonaga deyman. Shu. Siz berib turing, men hozirla boraman. Vaqim emsa. Sal turib ko'rishaylik. Gulnar, menga ayting, biz nemishqa bodi kelqilmaymiz? Sabir, siz sirtda yurib, ko'zingiz ochildi. Ko'pni ko'rdingiz. Ish qilib, zamonaviy yoshlardan bo'lgandan keyin nimalar qilsangiz bo'laverdi. Siz qiz do'stingizni Shinjongga, Qo'yashliq kentiga, texi uyingizga olib kelibsiz. Uni ozdab, hujringizga solab qo'yibsiz. Shundaq turg'liq bu yerda yasalmalik qilib o'yin o'ynashning nima hojati? Gulnar, nimalarni da'vatsiz? Men hozirli keldim. Og'inlar bilan birdan paranglashdim shu. Shunglashqa. Ish qilib, bundan keyingi vaqtim sizga taalluq. Mening sizdan boshqa hech qanday qiz do'stim yo'q, ha? Emsa, nemish quni hujringizga solab qo'ysiz? Men? O opamning qilgan ishi. Men bilan qilchi munosabatsiz. O boshqa bir ish. O bir Shinjong mastanisiga. Shinjongni ko'gil keldi. Sayohat qilib do'st tutmoqchi. Uning orzu armonlari qondirsaqla bo'lmadimi? Ha? Gulnar. Uning mijozi bek obdan kel. Chirim. Dadangiz doktorxonada yetib qoldi. Nima? Kesil ig'irmi? Ancha emas. Tez boraylik. Sabir apandi. Baymi? Yaxshimisiz, Gulnar ham qiz? Yaxshimisiz? Bir qarabli Gulnarni to'nib-opsizda, ha? Sizning sevgan qizingizda xuddi naqshingizda tasvirlagandek ham go'zal, ham o'maqkan Gulnar qiz biz do'st bo'lib qolaylik. Yaxshi yemayman. Nera opa. Undaq bo'lsa, choy iching. Ichmayman. Nera opa qandayman, Nera opa. Ma'qul. O'yning nerlar teqsal. Umumiy qakilatam deya. Bo'ldi. Og'riqchi hozir to'xtaydi. Qalaymiqam medirman. Bo'ldi, jim eting. Jim eting. Dada. Opa, bo'ldi, jiddiylaşma. Dada. Meni ko'gili kelib nima qilatding, ha? Berib naqshangni ayt, o'ynani o'yna. Kichigingdimi kapsizlik qilib, doim jidal terib yuratding. Cho'ng o'g'andim o'pni o'xshash. Qachonmi cho'ng bo'lasan-kin tan. Taqsiz qandaq bo'ladi? O'g'lingiz sizni yo'qlab kelgan tursa, putingiz yana og'riyotanda. Uyga chiqqandan keyin obdan arameling. Obdan aramasangiz, putingiz taltuk saqayib ketadi. Bo'lmasa bundaq chichilib yursangiz, putingiz hargiz saqaymaydi. Xo'shamsa, men chiqib ketay, ha? Xo'shamsa. Xo'sh. Dada, abjah korxonadagi mashinangizni yangi ishlamadingizmi? Nima deding? Abjah korxona, u degan zavod, uqdingmi? U degan zavod. Abjah bo'lsin nima bo'pti? Uni ati bo'g'laringning menga baginiga 80 yildan ochdi. Bir kunmi bekor turg'ini yo'q. Bir obdan tomamdi. Nemishqi yangishligidakman. Biroq sirtlarda yana heliqi Shinjin. Og'zingni jum. Yoqi yurt degan yoqi yurt, Shinjin degan Shinjin, bu degan Qo'yashliq kanit. Burun har kuni go'sht, yog', sut, qaymoq yeyalay tuqma. Bizning pul topmog'imiz oson emasdi. Ashu abjah mashina bilan topgan pulni xajlab yuryapmiz. Uni hargiz almashtirishga bo'lmaydi. Mening zavodim har yili pul topidi. Mahsulotlarimni har kuni oladigan odam chiqadi. Dada, putingiz saqaygandan keyin sizni opirib haq ishlagan mahsulotlarni ko'zitib kelaman. Haq degancha ishingni qil. Hech nega bormayman.
Dünyada quyoshli kanatdek yaxshi yer yo'q. Men hech nega bormayman. Hech nega bormayman. Sana şunu deb qo'yay o'g'lim. Quyoshli kanat mening oromgohim. Quyoshli kanat dunyodagi eng go'zal joy. Sizga shuni desam, bizning bu yerning suvlari alvak, yeri mumbat. Qizchaq, o narsangizni menga to'g'rilamang. Men qeridim. Yosh bolalarni tatdim, ha? Xotirjam bo'ling tag'a, sizni chiroyli tatishga huddi qilaman. Apparatga qarang. Apparatga qarasangiz shundoq chiroyli chiqsiz. Qarang, mushunga qarang. Kuling, azroq kuling. Moyoqqa qarang deyman. Sizning dadamning aytganlari to'g'rimi? Tağamның aytqanlari to'g'ri. Hozir kentimizda oshnamuratlar qolmadi. Turmushimiz yaxshilanib qoldi. Siz xeyli yillardan beri kiyim tikyapsiz. Pul yig'aldingizmi? Pul. Yeb ichishga, xajlashga yetadi. O qandaq bo'lg'ini? Ishxonangizni taraqqiy qildirib, kiyim-kechak korxonasiga aylantirish kerak. Mahsulotlaringiz butun Shinjongda, ya'ni davlat bozorlarida sotilishi kerak. O'yin tomoshangiz uchun pul bo'lishi, ya'ni puldan bahramand bo'lishingiz kerak. Sabr aka, men pul tepish uchun kiyim tikmayman. Yeni kelibdi. Davering. Sabr aka, o'yin tomosha uchun pulni buzib chashqili bo'lamda. Meningcha siz yomon o'ginib qopsiz. Yo'q. Siz o'zingiz yashashning ahamiyatini tushunmaydi ekansiz. Men sizga qaraganda ko'p narsalarni bilib ketdim. Bayasha turmush kechirishni ko'zlamasak, pul uchun kurash qilib nima qilamiz? Bunda qiling. Ha, sıkpolo geldi. Qani aka. Apam poloni karamat o'qishib etadimi? Shundaq mezlik. Qani, sig'ini tatma ya. Ilama. Deymen qani. Tatinma. Ilang. Ilala. Günlərdə momam akamның uyinin işkini içib qoydu. Pərdini əmdi taqab qoyama, ha? Deymen xanım. Mən hazırlıq eləmən. Tatınmay ağac oturun, ha. Girin hadi. Qani ilama. Hergiz tatınma, ha? Ilam. O'xshabdimi? Sabir, Gulnar pərdini tikib əkəbdikan. Çıxıb görüb baxan sən. Jürə. Ma'qul. Beyxini siz birden oturup durun. Ben hazırlık kırım. Leyli! Hey Leyli! Bayak kırım ha? Beymiye ben sizge amırak bulup kaldın. Rahmet. Bunu sizge bereyim. Momam meni hıqna narsını amma degendi. Özünüz ilavamadınız, men sizge sovg'a qildim. Tuting. Rahmet sizge. Adam bana. Ha, Reyhan Kango, qanday ahvolingiz yaxshimisiz qizim? Bu yoqqa kelib qopsiz-ku. Yaxshi. Qani, rahmat. Qani uy kiraylik. Uy kiraylik. Qani. Abdulla akam ko'rinmaydi. Ba, hozir bir yaxshi kelgan. Yo'q. Kimlar edenini chiqamiz. Hıqna uning itilda xudlaydi. Shundaqmi? Ko'r baqay. Rasmin sahnada uyda bir qiz bakan deydi. Sabrdan boshlab kelgan loyiq o'xshamamdi. Nadim bundaq ish bo'lsin, qizim. Sizlar bilasizlar, kunlar bilan Sabir to'y qilishib tutishgan tursa, bu mumkinmi deysiz? Sabir? Bu yoqqa chiqma, Rayhon adam bilan ko'rish bolam. Keşkimi Reyhan'da. Oy, savdixon ketdi, Sabir. Bag'anzir qaddi qomatli bo'lib ketsan, juma. Seni shundoq ko'rgim kelib edi. Seni kepti deb anglab sen bilan alayib ko'rishgili keldim. Rahmat. Gulnar xeyli huzurni bering, ha? Oy. Pah. Qaltis javob ketsan bu. Qaraslar, u hammasini seg'inibdi. Bu o'zi pekli chiroyli ekan. Oz deganda necha so'm qolgansa? 500 ga. Oy, rahmat. Hech yo'q. Raskilnar, mening uyda ozroq ishim bor. Men mang'ashtiray, shunday qilay. Xo'sh, men Amma, qaysingizni mayli.
Mao Şanganlı xenimni bizning uyda qo'nsinmikin deyman. Siz yaqin aslarni tushunib qo'yasiz. Sen xotirjam bo'l. Bizning uyga apirevagin. Men erta asıl ticaret ishi bilan Aydın kentga bormoqchiman. Men mang'ashtiray. Qo'shamsan. Ras Sabir. Mao Moskva pistigi. Bir tumanda Shundaqmi? ortiq pulga yaraydi. Sen beray, sen olamsan, ha? Yo'q, rahmat. Bo'ldi, olmayman. Unda sen manga. Ma'qulamsan. Voy. Qo'shamsan. Rahmat. Xayr, xo'sh. Ajab yaxshi oldu. Hadi, şıqlab o'tsizku. Yo'q. Gülnar xonimning Sabirga bo'lgan muhabbatini tushunaman. Sabir haqiqatan söýüşke arziydigan er. Ammo men o'zimdagi vasvasani yo'qotishim kerak. Gülnar oq ko'ngil, go'zal qiz. Qo'lidan ish keladi. U mening yordamimga muhtoj. Menmi uning yordamiga muhtoj. Men hissiyotimni tizginlab, o'zimning Shinjongga kelishdagi boshqa maqsadimga qaytishim kerak. Kishini maftun qiladigan yana bir zahar.天上的一朵花，哎，古琳娜，古琳娜，哎，古琳娜，古琳娜，哎，古琳娜，哎，我想对你说句话，古琳娜。我想悄悄地走近你，谁知道踩着了玫瑰花。古琳娜。Gülnar, yana nim bo'ldi? Mo'ngluq naqshingizni anglab, yeningizda yana bir qiz bormiki deb qatdim. Mundaqdan. Men kuchugimni o'g'irlab olgan bir qizni saqlayapman. Cho'pchong bo'lgandimi kichik boldek gap qildikansiz. Naqshi ovozingizni anglab, dastlabda kelishga jur'at qilolmagandim. Nemishqa? Gülnar. Qishingizda tasodifiy qizlar bo'lib qolmasin dedim. Quruq gap. Men faqat sizni yaxshi ko'raman. Gülnar. Beshingizni ko'tarib menga bir qarang. Ishonmayman. Sirtli go'zal qizlarning orasida yurib, ko'zlaringiz qamishib ketmadimi? Qandaqsiga? Men har qachon, har zamon faqat sizni seg'indim. Ba'zida sizni seg'inib, ko'zlarim qorong'ulashib, ko'nglim yerim bo'lib ketadi. Rasma. Haqiqatan shundaq. Gülnar, siz mening bo'lg'usi ayolim bo'ling. Sizni yaxshi ko'raman, Sabir. Cho. Beymexinim. Bugun hali chiqishlarni qilib oldim. Bugun Bo'ston mehmonxonasiga jazman bering. Qarang atoq cho'qqisiga. Chiroyli ekan. Suratga tortib olaychi.
Turib turing, Bu yendigan chiroyli bunday yakınca qilib kelishim. Voy! Qizlar, Voy, sabr kep qop. yaxshimisizlar? Yaxshimisiz, Sade? Quyosh kanatiki qizlar, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Qani kelinglar. Aldırmay tushaylik. Jur. Qizlar, qani o'tiringlar. Qushonlardagi atlasdan tikilgan bu kiyimlar bek chiroyli ekan. Agar sizga bu rang yarg'an bo'lsa, sizga bir kostyum tikib beray. Ustoynigan keyin shunda qila olasiz. Albatta qila olmayman. Ammo aranglardan biraylan usulda menga cho'qim jo'r bo'lish kerak. Unda Gulnar jo'r bo'lsin. Qushonlardagi bu atlas kiyimlar intayin yarashibdi. Qizchaqlar, o'rninglardan turib yiqinglar. Shinjindagi qaysi bir so'rinda mush kiyimlarni ko'rgandeklik qilaman. Voy, qandoq qilmoq bo'ldi? Bizning kiyimlarimiz Shundayman. Bizning kiyimlarimiz ish ko'rib qilsin. Ko'pchilik, Baymay xonim keldi. Yendigan chiroyli. Yaxshimisiz? U bu ko'ylakni kiyib Uyg'ur qizlariga o'xshab qopti. Menga shunday tuyuldi. Bu kiyimning raqtimi atlasgan. Voy, sizninkisi menikiga butunlay o'xshaydi ekan. Qarang. Rasli shunday ekan Baymay xonim. Sizning raqtingiz bilan bizning raqtimiz o'xshashgan. Shinjongda to'qilgan atlas. Uning ustiga men sizga desam, bu ko'ynikingizni biz laylab, biz tikkan. Rasma, bu bir mo'jiza. Qarang Gulnar, men bu ko'ynakni Shinjin tashqi savdo saroyining import mallar pokidan ag'atdim. Buning markasida Uyg'urcha yozilgan mening ismim bor ekan. Bizning ko'ynikimizning markasi bilan o'xshashgan. Buning ma yaqinlari bilan yangilarini birsi bir as o'zgartibdi. Agar rostli shunday bo'ladigan bo'lsa, Gulnar, siz men uchun hammadan muhim bo'lib qolasiz. Quyosh kelay, ko'rib boqaylik. Nijat efendi. Yaxshimisiz Baymay xonim? O'tiravering. Yezigilik mashinsozlik zavodida ishlayman degandingiz-ku. Men ishdan sirtqi vaqtlarimda musiqa hurmat qilishni yaxshi ko'raman. Ishdan sirtqi havaskor ekansiz-da. Bu uy nima degan chiroyli. Bu tamlarni kim layiligan? Mundaqchilik yasab qo'ygandim. Fikringiz bo'lsa, tatinmay ko'sib berasiz. Nijat efendi, texchi muhabbatingiz yo'q o'xshamamda. Bizning quyoshli kanatdagi yoshlarga nisbatan muhabbatlish texi baldur. Menga bir necha og'iz Uyg'urcha so'z o'rgatib qo'ying. Talaffuzimni anglab beqing. Yaxshimisiz? Talaffuzingiz intayin to'g'ri. Yaraysiz. Menga to'liq ismingizni deb bering. Nijat Tursun. Nijat Tursun. Nijat Tursun. Nijat Tursun. Davatgan gapini qara buning. Tag'a, o'g'lingizni azroqmi tushunmaydi ekansiz? Hay qizim, o'g'limni nima deb tushunmaydikmi? U istiqbolini topsa, mendan pul so'ramaydi, mening pulimni xashlamaydi, ha? Albatta, mobodo u qalandarlik girdog'iga kelib qolsa, men otasi bo'lgandan qarab turmay pul beraman-da. Dada, boy biz deyishgan gapni yaxshiroq o'ylanib beqing. Ay, bo'ldi. Kelinglar qizim, avval bu pologa eg'iz tegayli. Bu bizning qadinasining 30 yildan beri etib kelayotgan mezlik polosi. Uning polosiga Xanzolami bek amroq. Men Xanzolaning ishtiroki bilan uningga o'ylanganman. Shunga hozirgacha polo yeb kelyapman qizim. Tag'a, ashu Xanzoning ismini menga bir aytib bering. Uning ismi Ayshinjang.
O o'lib ketgan. Qandaqda bir yerlik kasalligiga kiribdi bo'pti ekan. Tağa, yosh vaqtlaringizda bo'lak Xanzo do'stingizmi bormidi? Yo'qdi. Ammo ay Shinjang, men va u uchimiz birga turmush kechirgan joylarda intayin cho'nqur do'stlik o'rnatgandik. Eliq kichik Oyshamning keyin nima bo'lib ketganligini bilmayman. Oysham, Sizlar baxt ichida yashayapsizlar, bolarim. Biz ashu yillarda tatgan kulfatlarni bilmaysizlar. Sizlarga deb kelsam, baribir tushunmaysizlar. Bo'ldilar. Bu gaplarni qilishmay qani tamoq yeyli. Sabir, kaskas xiyollarni qilma. Jahondagi ishlar sen o'ylagandek unchavala oddiy emas. Boy tag'amning kichik Oysham degani nima gap? Oysham degan, oy muakkili degan ma'noda. Oy. Odatda qizlar qo'yadigan ism. Kichik Oysham degan bir kichik qizning ismi. Kichik qizning? Ha, dadam burun bu ismni tilga olmaganda qiyotatdi. Iqtidoringiz bek tevankan, dadingizdan pulmi ololmagandaysiz. Men Shinjongga bir berib kelmasam bo'lmadi. Shunchalik zo'rurmi? Sizning Quyoshliq kentida ish tavratmaganingiz tasga to'xtagidek. Men ko'p o'ylandim. Siz Nijat ham Gulnar men bilan oz-to'la jamiyatni tekshirib ko'ringlar. Bo'lamdi? Albatta bo'ladi. Sizga uzum tutay baymasini. Bekmi yaqinchilik his qilyaptimi? Ketib berdim. Shundoq tatliq. Bu ishni shundoq kelishdi qamsa. Bo'ladi. Meningcha baymi Gulnar bilan Nijatni elib Shinjinga olib ko'zitib kelsin. Sizlar u yerdagi jamiyat kayfiyatini dangsab ko'ringlar. Gulnar. Sabir. Bo'libmisiz hammadan bak. Hozirgi zamon moda kiyim konsertlarini ko'p ko'ring. Qarang. Buning sizga yordami intayin ko'p bo'ladi. Qaytib kelgandan keyin biz dunyoga yuzilinishning yangi yo'nalishini yarata olamiz. Nima? Siz bormamsiz? Men bormayman. Mening bu yerda qiladigan nurg'un ishim bor. Bo'pti. Avval mushu ishni bitiraylik. Andin Abdulla tag'amga iqtisodiy qonuniyatni, fan texnika orqali bir kunda 18 soatlab ishlaydigan jafoliq emgakdan odamlarni ozod qilib bo'ladiganligini tushuntiraylik. Bo'lamdi? Baymiyadan chiroyliqmikan? Onunga gap ketamdi. Biroq u paqalchoqlarni o'chib qo'ydi ekan. Astola uyatmi bilmaydi ekan. Bu degan shu go'zallik, vatan go'zalligi. Bilmamsa. Qamlashqankan. Kiyimga yarashmay qoladimi? Gulnar, bu qadimgi konsert kechiligini Sabirning nomida siz uchun uyushtirdik. Bo'ldi. Jungo millatlar madaniyat kentining direktori bizni taklif qildimi? Shundoq. Siz o'zini moda kiyim konsertiga taklif. Bey direktor.
Milletler medeniyet kentiga men baramdım yok. Bu yerda ishlar bek to'la. Siz qap qiling. Bo'lamdi. Shunday Ha. bo'lsin. Amsa biz mang'ashtiraylik. Xeyr xo'sh. Yaxshimisiz? Xeyr xo'sh. Ularning kiyimlari bek chiroyli ekan. Endi chiqib sirtni aylanaylik. Bo'ladi. Ma'qul. Oyan ko'rdinglarmi? Men sizni ashaga boshlab akirib, sizning Monalizada qomatingizni bir namoyon qilaymikin deyman. Nimga o'tdan? Ammo bir shartim bor. Siz naqsha aytib bersiz. Naqsha? Yo'q, qanzo tilda naqsha aytolmayman. Uyg'ur tilida ayting. Bizga keragi, puroq ham ritm. Amsa nim naqsha aytay? Hozir Shinjongda eng iqiyotgan go'zal dunyo degan naqshini ayting. Men usul o'ynab beraman. Chiroqlar. Monaliza markalı kiyimning bir turi. Bu kiyimning rəxti Şinjangda to'qilgan dağlıq atlas bo'lib, bu kiyimning layihalaguchisi 22 yoshlik Uyg'ur qizi. Uning ismi Gulnar. Hozir ko'pchilikning anglayotgan naqsini u o'rinlamoqda. Gulnar
Anvar, men dengiz ne'matlarini ko'p yeb qo'yibdiman. Hojatxonaga bormoqchi edim. Bu yerda hojatxona demaydi. Birinchi nomerda chiqyapsizda. Chopsan ayta, birinchi nomer qaysi tarafda? Ishikdan chiqib o'ngga burilib, andan so'lga burilsangiz borsiz. Bildingizmi? Men bilib bormsam bo'la. Senchi, ikki xonimga hamroh bo'lg'in, ha? Gulnar xonim, kiyim korxonangizning ko'lami qanchalik? Qancha ishchi bor? Gulnar xonim, bu yil necha yoshda kirgansiz? Bu kiyimning bir yurishi zodi qancha pul? Gulnar xonim, ayolimga bir yurish setib beramsiz. Shanjonda moda kiyim ko'rgazimiz ochmoqchimisiz? Shundoq. Baymay xonim, mening siz bilan to'xtam imzolig'im bor. Yaxshi bo'ldi. Menimcha bu kiyiminglarning rahtining taraqqiyot istiqboli bor. Intayin to'g'ri dedingiz. Bu Atlas degan raqni men Shinjongda sayohat qilayotganimda tasaddiqiy ko'rib qoldim. Do'stim Gulnar layligan kiyimlarga mushu xilroq ishlatilgan. Rahmat Baymay xonim. Rahmat sizga Baymay xonim. Hayajonlanib ketganimdan tillarimga gapni kelmay qoldi. Shinjongga kelib to'g'ri qiptimiz. Voy jon. Nejat aka? Nim bo'ldingiz? Anvar. Nim bo'ldi? Hojatxonaga bormabsiz-ku, ha? Bu yerda nima hojatxona bo'lsin? O'lay dedim. Quruq yaqinmay, meni bu azobdan xalos qil. Chidag'ichligim qolmadi. Avu hojatxonaga. Nima? Avu. Qani? O'sha hojatxonami? Ha, sizni oldimidim. Oldisam ish to'p ketay. O'ylashma. Hozir mening olim bak o'sal, bishim ketayotgani. Qandoq qilib o'sha oldimizdagi hojatxonaga bosib kirish? Unda siz sakirginingizcha bosib kiring. Astroq. Oshuning hojatxona ekanligiga o'ddi qila olamsan? O'ddi qilaman. Qani ham kirmaysan? Qani? Bo'ladi. Alg'a! Bu degan ayollarningki. To'xtab turmay kiray. Men avval kirib olay. Bu yaning hojatxona ekanligiga hargiz ishonigim kelmaydi. Attiga Mamat yaxa bu yani xalqning oliy darajadagi yatag'im ekan deb qoptiman. Qandoq chiqib ketaman? Ishni ichyapmansan. Ishida yig'ish va tasingizda ichilmamdi. Mushnim ko'mdingizmi? Anvar, buning ichi mehmonxonaga o'xshaydi ekan, ha? Jiro, qo'limizni yuvib chiqaylik. Buni shildim. Avval bir necha tok mashinasi bilan boshqa uskunlarni ag'ach ketinglar. Men Shanganға berib ota-onamni yo'qlab kelay. Men ularga mushu bir avlod Shinjang yoshlarining qad ko'targanligini aytib, dadamning Shinjangning qurilishiga bir o'lish kuch qo'shishini tashabbus qilaman. Dadam uyadagi kechirmishlarini hargiz unutib qolmaydi. Nima? Dadangizmi Shinjongda turibdi ekanmi? Shundoq. O 20 necha yil burungi ishlar. Dadam Xongshin dehqonchilik maydonida mol boqqan ekan. U qizitmasi o'rlab turganda ishga chiqib, bo'ronliq yomg'irda qilib, o'rmonchilik maydonida o'lib qolay deganda bir Uyg'ur bovay kelib, uni yutib uyiga olib borib qutqizib olgan ekan. Menmi shu yerda tug'ilgan ekanman. 2 yosh vaqtimda dadam Shanganga kelib, bovamning mulkiga varislik qilib degan. Ammo dadam Shinjongga qaytib to'p qo'shishni izchil niyat qilayotgan bo'lsa-mu, lekin zodili fursat kelmayotdi. Marhamat. Qarab Nejat, bundoq yashasangiz katta xo'jayiniga o'xshab qoldi ekansiz. Gulnar, ekskursiya qilgan sira bildiganlarimning bak ozgina his qilyapman. Bu yerda bir necha kun ortiq turishni xohlayman. Anglasam, yezlar boshqarayotgan korxonalar bak jalanib ketibdi. Bu yerga bakmi bag'im bor. Sirtqa chiqib ko'zingiz echilibdi-da. Ammo shuni samingizga sep qo'yay. Bu yerda chiroyli qizlar nayt ko'pkan. Vaqti kelganda qaytib ketamayman yana. Xotirjam bo'ling. Sabir akam shunday kelishgan yigit turibmi? Vaqti kelganda qaytib ketdi-ku. Men Nejat qaytib ketamayman-ma? Sizning Shinjongda sevgan odamingiz yo'q. Qo'yashlik kent vaqti kelganda qaytirib ketamasmikin deyman. Men qizlarga tegmayman. Balki qizlar menga tegadi. Bu shilapa aranchimi yoki ayolchimi? Menga bek obdan keldi qilib. Rahmat sizga.
Qaraganda ko'zingiz xeyli o'tkir ekan. Nejat, men bilan birga Shanganға bering. Yanama ko'zingiz ochiladi. Shinjongga birga qaytamiz. Andaqda mening obdan yordamchim bo'lib qolasiz. Yuk taqinlarimni ko'tarishib bering, bo'lamdi? Çatak yok. Ben hizmetinizge tayyor. Mana mındaq. Solga, onga, Uqtыңlama? Tushundinglarmi? Tushundim. Mana mındaq. Eng muhimi belinglarni o'yinchiqqa diqqat qilinglar. Qizchaqlar, kulmanglar. Kulmanglar. Biz Quyoshliq kentining birinchi atraf modeli. Biz hozir mashqni boshlaymiz. Mashq jarayonida chiroyinglardan tabassum yog'dirishga diqqat qilinglar. Mana mundaq. Meni amsa, mashqni boshladik. Kelinglar. Kulmanglar da'vatime. Kulmanglar. Yetishib tezroq minglar. Mana boshimda tabassum bilan. To'g'ri. Yaxshi. Yaxshi. Tabassum bilan. Nihoyat iliq chiroy. Yaxshi. Mana shunda. Yaxshi. Qizlar, yordam inshaalloh. Mana. Buyur. Bo'ldi. Qizlar qarab yiqinglar. Bo'lamdi. Bu tok mashinasi ekan, ha? Bek yaxshi oldu. Mishak chaplayman. Hay, qaranglar, bizning model keldi. Rasman. Gulnar, bizning model qaytib ketdi. Qara, bu ko'ylakni ko'rdingmi? Buni sen kiysang shunda yaxshi. Qani kiyib baqa. Bo'ldi. Sizlarga yarg'inimning nim foydasi? Asli yigitlarga yarsam bo'ladi. Yaxshimisizlar? Avval menga paqal chikingiz bilan bo'yningizni ko'rsatsangiz, andin yaraysiz. Bu qarmadek, chachlaring qo'yning junga o'xshaydi. Yana mendan tinchligim kelyapti-da. Yo'qol ko'zimdan. Kechir. Meni Xudoyim mustaq yaratgan tursa, menga nima amal deysizlar? Ketimizdeki gayet zor yaxshi ish. Bu kentning markaziy rayoni. Meningcha bu birlashma mablag' kiyim-kechak korxonasini mushaga qurish kerak. Meningcha yo'ldosh Sabir o'zi qarab bir nima desin. Texanchilik mashinalari zavodini kent eg'izidagi bo'sh o'ringa yozsaqmikin deyman. O'ylashib ko'raylik. Lojang, meningcha biz darhol noyilik yer boshqarish idorasiga doklad qilib, ularning taklifimizni qo'llashini qo'lga keltiraylik. Bu yo'ldoshlarning taqozosi. Shundaqla inchki bir xizmat. Biz kuchni to'plab obdan ishlaylik. Xotirjam bo'ling, Sabir. Biz cho'qim yaxshi ishlaymiz. Bizga biroz vaqt ber. Avayla. Mana tezroq. Sabir, ehtiyot qiling. Tursun, atam seni mek akılımda. Gullar. Kiyim-kechak korxonasi taxminan 1 oy ichida xizmat kuchalaydi. Ko'chish xizmatini nihoyat obdan ishladi. Hech qanday chata chiqmaydi. Obdan bo'pti. Raslobdan bo'ptimi? Endi meni bir so'yib qo'ying. Nim qilyapsiz? Astagfirullah. Hay Gulnar, kiponglarni kir qilishinglar. Masalan, gilam solimiz bu qandaq. Berkilay. Nimaga vaqiraysiz? Odamni xijil qilib, ishingizga beravering. Bye. Uy, bye deyishni o'tkazma. Amaliyotda burun yugunib qolgan. Biroq hech nima bo'lgandim. Bye. Bye. Merhamet. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz Gulnar? Rahmat sizga. Dadangizga rahmat. Muhim bir ish bor. Bu qitim kelishimda dadam uning shafqatchisi hekimni tepishimni topildi. Uning ayni chaqda dadam saqlab qo'ygan surti bor ekan. Men uni ag'ich keldim. Qani eling. Qarang. Mao kichik qizni tutib o'ltirgan kishi hekim ekan. Dada. Tag'a. Dada.
Qarab beqing'a, bu rasmda siz tanıydiganlar bormikin? Men allaqachon qerib, kadın chiqdim balam. Hech kimni tanıyammayman. Hergiz ondaq demang tag'a. Qo'lingizdagi bu rasm intayin muhim. Dadam izlayotgan Hekim degan odamni tepishimga balkim sizning yardamingiz bo'lib qolar. Oy, bu mening Xanzo og'inam Ayshinjangu. Bu rasmni sizga kim berdi? Xato tanib qolmagansiz, uning ismi Ayshinjan emas. Qandaqmı xata tanib qalay jinim qizim? Uni yanida bola tutib o'ltagan yosh bola. Mana men Abdullah emasmi? Onu tanıydı ekan. Qaranglar, o'z vaqtida rasmxona 2 parcha chiqarib bergandi. Bir parchasini men saqlab qo'ygan, yana bir parchasi uning dedi. Dada, siz nemishqa Hekim deb atilib qolgan? Qo'lingizni ko'tarib olganim menmi? Ajab qizvolga o'xshaydi-ku. Dadamning ismi Ayshinjan emas. Ayshinjan degani Shinjongni so'yman degan ma'noda. O'z vaqtida hammalar uni shundoq chaqiradi. Mening ismim Hekimdi. Keyin turmadan chiqqan Hekim degan bir o'ngchi paydo bo'lib qolg'achqa, men ismimni o'zgartirib etgan. Hekim tag'a, siz uning shafqatsizkansiz. U sizni bekmi seg'indi. Men Ayshinjanning yolg'iz qizi. Dadamning deyishcha, men bu mashada tug'ilib tikanman. Aslidagi qiyofatingizga rost o'xshayapsiz. Tag'a, kichik vaqtimda meni ko'rib tikansiz-da. Ha, ko'rgan, albatta ko'rgan. O'z vaqtida hammamiz sizga bek amroqdiq. Dadangiz yaxshi odamdi. Biz haqiqiy yaqin og'inlardandiq. U hozir nerda? Shangangda. Shangangda nima ish qilyapti? U shirkatda direktorlik qilyapti. Bu gapga u rostli puldor o'xshamamdi, ha? Tag'a, dadamdan sizga ham Quyoshliq kentiga yordam qilg'isi bor ekan. Ha, odam degan o'zgaradi ekan. Shinjongdan ketib, o'jiq o'zgarib ketibdi. 28 yil burungi ishlar esimdan hargiz chiqmaydi. O yaxshi odamdi, ammo uningga aytib qo'ying. O Shangangda topgan pulini Shangangda xajlasin. Biz bu yerda tirishdan ikki qo'limizga taynimiz. Hamma nimamiz bor. Xo'sh amsa qizim. Suratdagi men ko'tarib olgan bu bechora omoq qizchaq hargizmi sen emas. Sen kichik chig'ingda hamma odam biladigan juda kechding. Demekinim, men yordamlashdan qandaq ish bor? Manga siz hamra bo'lsangizli bo'ldi. Sabr bilan Gulnarning qiladigan bir talay ishi bor. Bugun kechda men Abdulla tag'amni yo'qlamasam bo'lmaydi. Akaslama ko'rib boqay. Voyey, bu gapcha Baymay ayni chog'dagi kichik Oysham shu kanda. Ayshinjan oxiri bichora Oyshamning palach kesilini saqaytibdi-da. Agar Lo'ay bichora Oyshamni akatmagan bo'lsa, hozirgacha qandoqmi qila bo'g'aydi. Baymay xinim bizning uyga kelgan chog'dilar. Men uning Uyg'urlarga o'xshaydiganligini his qilgandim. Ha, mendimi shunday hissiyat paydo bo'lgan. Biroq og'zimdan chiqarmay yurgandim. Ayshinjan o'z vaqtida og'indorchilikqa bak yaraydi. Ammo hozir u Shangangda beyib, boyvachchiga aylanib ketibdi. Bay, bizda qeyrlarni esidan chiqarib qo'ydi degina. Bo'ldi. Qeyrib bugungi kunga kelganda haqni yaxshi yomon deyishning bizga hech qanday foydasi yo'q. Baymayning ta'lin demamla. Uning kesil saqiyib bir chiroyli qiz o'pdi emasmi? U balkim bu ishlarni uqmaydigan-da. Men ko'p o'ylashdim. Bu sirni u o'zi yeshib olsin. Ayşem, bo'ldi yig'lama. Bu ish to'g'risida qanday fikringiz borligini anglab boqay.
Men kichigimdala chiroyimning Uyg'urga o'xshaydiganligini biletdim. Biroq ismim Baymi edi. Ota-onam bo'lsa Xanzo. Gerçi men Şinjan'da tug'ilgan bo'lsam-mu, Shangangda cho'ng bo'ldim. Shuningdan beri Şinjan'ga kelib bir ko'rib baqqim bor edi. Oxiri keldim. Xuddi o'z uyimga kelgandek bo'ldim. Ammo Shangangdagi ota-onamni bekla yaxshi ko'raman. Yig'lamang Ayşem. Gapimni anglang. Mayli siz qaysi millat, qaysi joyning odami bo'ling. Yanıla Şinjan'daki Uygurlarning yaxshi qizi. Shundaqla Shangangdagi Şinjan'ning yaxshi qizi. Qandaq dedim? Gapga bek ustigansiz, shundaq to'g'ri gap qildingiz. Qadrligim Nijat, men siz bilan mangu birga bo'laman. Men siz bilan birga bo'laman. Minik boqrama qarab, ashuna yaxshi. Ana chashlarini Siz oldiga chiqing. Sizlar Urumchidan kelganlar bilan sahnaga chiqsizlar. Bu sizlarga tunji qitimliq o'rganish fursati. bu shlapini qanday kiydi? Shunday. Mana bundaq. Ajib yarashdi. Qaranglar ular Bu qitim muvaffaqiyat qozonsak, Urumchiga boramiz. Beijing, Shanxay, Guangzhou, Shenzhen, hatto Shangang, Tayvangacha berib, kiyimlarimizni bozorga solamiz. U yerning kiyimlari Xinjiang bozorlarini egallab bo'ldi. Biz u yerning bozorlarini egallashimiz kerak. Xotirjam bo'ling. Biz jazman tomoshabinlarni qo'lga keltirib, kiyim-kechaklarimizga ularni jalb qilamiz. To'g'ri dedingiz. Sofiya, ichingizdagi kiyimni silib o'ting. Undaqda badanim ko'rinib qilib, sattirmamdi. Sofiya, boshqalar bilan koring bo'lmasin. Bo'lmas kiyimning jalbkorligi namoyon bo'lmay qoladi. Urumchi atrofdagilarga qarab baqa. Bo'pti, ish ko'ynikimni salibday. Yarishibdimi? Yaxshi. Bek chiroyli. Chiroyliqmikan? Raxtimi olaydi ekan. Nada ishlangan ekan? Tayvanda ishlangan. Bu qitim ag'ich keldim. Chiroyliqmikan? Rost chiroyli ekan. Bo'pmi sizga? Bek yarishibdi. Sizning chiqandoq Bo'ladi ekan. Nima uchun dalalar gul chechak to'lgan? Nima uchun uzumlar baranglarni qaplagan? Nima uchun Qashqarning oniri shuncha qip-qiziz? Ah, do'stlar, mushu jo'shqin davrimizni, jo'shqin dunyoni, jo'shqin insonlarning yoshlik bahorini kutib olish uchun Qarang, bu kiyimlarning hammasini mening kelinim Gullar o'zi loyilab tikkan. Shundaqmi? Shundaq. Hey!
Ben berip keteyim. Mana bir Oy! Apa, Ha? kim bo'ldi? Nimaga qarayapsan? Hada, nimaga vaqiryapsiz? Bir maymun turadi. Nima? Ha? Maymun? Maymunmi o'yinga o'yli kepti-da. Qiziq ish. Apa. U odamda qiladi, maymun emas. U odam u yerlarda nimaga o'milab yuradigandu? Pastga tushib ketsin. Men berib qarab boqay. Bo'lamdi. Bo'ladi. Qalaymaqan ish chiqarib yurmisin yana. Kimkan? Dadamkan. Hey dada neymiş kız yürüsüz? Oy balam, beni tutib olgin. Chatoq bo'ldi. Qara. Mayan desem. Dada, bunca vala igiz yerden neymiş kız yürüdüğün siz? Cürüm. Çünkü değil. Ko'z ayligimni bagina. Bir yerlari og'rib ketmagandi, ha? Nima degan xatarlik? Mang'ina. O'zini besyapsan. Men intayin memnun holda ko'pchilikka boyqi kiyimlarning loyilig'uchisi Gulnar xonimni tanishtiraman. Bu yoq uning qo'llig'uchisi. Ha, shundoq yarashib ketdi. Beh yarashdi. Chiroyli qo'yib ketdingiz, qarang. Oyna, bırak. Ular to'y qildi, bizchi. Biz endi bitishamiz. Ayşe, bugün bek güzel bo'lib ketibsiz.
Begim Gülnar. Biz mi oynayalım? Ma'qul. Merhamet.